Kollagenni kimdir foyda, uni umr davomida ichib borish kerak desa, kimdir uni hech qanday foydasi yo'q. Bu shunchaki marketing deydi. Qaysi biri haqiqat? Agar Nima qilaylik biz ayollar? dunyo darajasidagi mana protokol bor. Har bitta kasallikning protokoli bor. U yerda ochib qaraladigan bo'lsa, rivojlangan davlatlarda Amerika, Germaniya bunda artroz kasalligini davolash deb qaraladigan bo'lsa, u yerda hech qanaqangi nima yo'q. Ya'ni qo'shimcha kollagen ichish kerak, boshqa narsa ichish kerak degan narsa yo'q. Lekin bu yerda beriladigan narsalar yallig'lanishga qarshi bo'lgan preparatlar bo'ladi va fizioterapiya. Demak, suyaklarimiz mana og'riyapti, qaqshayapti deymiz-ku, bunda kollagen umuman hech qanday yo'q. Suyaklarning og'rishi bu yana bir qo'shimcha mavzu hisoblanadi. Osteoporoz kasalligi, suyaklarning zichligi kamayishi. Artrit, artroz, osteoporoz, osteoxondroz shularni bir qisqa qilib bizga tushuntirish berib o'tib ketsangiz. Insonlar o'zida shu kuzatish shu narsani, demak, menda artrit bo'lsa kerak yoki osteoxondroz, osteoporoz bo'lsa kerak deb o'zi tushunib olishi uchun bir tushuncha berib o'tsangiz degan. Xo'p, osteoporoz bu yosh o'tishi bilan suyaklarning zichligini kamayib borishligi. Uni tarkibidagi tuzlarni, kalsiy, magniy tuzlarini kamayib borib va g'ovaklashib qolishligi bu osteoporoz deyiladi. Osteoporozning ham darajalari bor. Birinchi boshlanishiga osteopeniya deydi. Keyin osteoporozni mana bu T skori bor, o'shanga qarab turib kuchayib borgan sari dorilar ham shunga qarab tanlanadi. Bu osteoporoz kasalligi suyakning o'zidagi suyakning zichligini kamayishi. Artroz bo'ladigan bo'lsa, bu bo'g'imdagi yemirilish. Bo'g'imni qarishlik mobaynida yemirilib borishligi. Bu aslida juda xavfli kasallik deyishadi. Yo'q, artroz xavfli kasallik emas. Yo'q. Bizni qo'rqitishgan demak. Endi hozirgi kundagi bo'layotgan, ko'p kuzatilayotgan narsa aseptik nekroz bor. Bu aseptik chirishligi, suyakni chirishligi yoki tizzada yoki chanoqson bo'g'imida ko'p uchrayapti. Bu umuman adashtirib yuborishyapti-da. Artroz kasalligi bormanda birinchi daraja ekan, ikkinchi daraja ekan. Qachonki biz MRTni ochib ko'rganimizda ko'ryapmizki, artroz kasalligi emas, ya'ni bularda aseptik nekroz ketyapti. Suyakni chirish jarayoni ketyapti. Shu bekorga yil davomida o'qimas ekansizlar-da, to'g'rimi? Vrachlar, shifokorlar shuning uchun mana yil davomida har bir kasallikni tushunish uchun biz bittada bu joyimiz og'risa, demak menda shu ekan deb bir fikrga kelamiz. Aslida hammasi ancha chuqur, aziz tomoshabinlar. Shuning uchun shifokorlarga albatta murojaat qilishni unutmang.